fazilatli juma kunida har birlarimizni duolarimizni Robbimni o'zi ijobat aylab, har birlarimizga dunyoda ham oxiratda ham saodatlik bo'lmoqligimizni Alloh taoloni o'zi nasib qilib, xulusuniyat bilan, ixlos bilan Alloh taoloning rahmat yomg'irlari ostida bugun juma namozlarini barchalarimizga o'qishlikni Robbimni o'zi nasib ayladi. Alloh taoloni o'zi inshaalloh o'tgan haftalar mobaynida qilgan duolarimiz, Alloh taolodan so'ragan rahmatlarimiz, har tomonlama biz sizga bergan Alloh taoloni in'omini, Allohning irodasini, Alloh taoloni yaxshiligini dargohida qabul aylab, martabalarimizni baland, fazilatlarimizni Alloh ziyoda, bugungi o'qilajak juma namozlarimizni Alloh taoloni o'zi dargohida husnu qabul qilmog'ini